tezlikni yoqtiradiganlar shu yerdamizlar. Havo shunaqa qor bo'lishiga qaramasdan Nexia'ni drift qilish uchun full motorligidan aynan sizlar uchun zo'r narxga topib qo'ydik. Mashinamizning yili 2009-yil. Холодный выпуск qilingan, polni trassa tortilgan, motori esa 1.8 full. Dokumentidan umuman xavotir olmanglar. Egalari dokumentini ham polni hammasini boyvoy qilib qo'yilgan sizlar uchun. Mashinamizni kapot hamda oldin krelovska kraskasi bor. Nexia'miz Passatga qilingan, kuzov detallari esa Covinni akoprint qilingan. Mashinamizni kapot ostidagi motoriga bitta ahamiyat berib qo'yamiz. Yanvar 702 miya qilingan 4-pokoleniya propanda. Endi esa salon qismiga o'tamiz. Salonda Mersurul, Covinni akoprint, salon podsvetka, tarpetka qismi, patolog qismi esa Alicantaro qilingan. Monitor, kolonka qo'yilgan hamda salon rangiga moslab chihol tikilgan. To'ychoqimiz Dragi bilan 8 sekundda yuzga chiqargan. Egalarning aytishlaricha, trekkerni bemalol choyni ichiradi dedilar. Faqat trekkerchilar negativ yozmanglar. Mashinamizga hozir aytsam shokka tushasiz. $7000 xarajat qilingan. O'zlari uchun poni tuning qilib yasalgan. Mashinamizni hozirda narxi 6,5 mingga beraman dedilar. Aytgancha probegi esdan chiqibdi. 120 mingta yurgan, 907 mejigari bor. Pultidan, rulidan hamda start stopdan bemalol zavat qila olasiz. Shunaqa oppoq qorli havoda oppoq mashinamiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Bizni kuzatishni davom eting. Sizlar uchun shunaqa yaxshi sostenadagi mashinalarni obzor qilishni davom etamiz.